At-tajiru saduq. Mana shu iborani payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ishlatganlar. At-tajiru saduq yoki boshqa bir hadisda at-tajiru saduqul amin. Ya'ni rostgo'y, omonatdor savdogar. Bilasizmi bunga qancha maqom, darajat va'da qilindi? Imom Daylami rivoyat qilgan hadisda Anas radhiyallohu anhu dan aytiladi. Payg'ambarimiz alayhisalom shunday deb marhamat qildilar. At-tajiru saduqu tahta zilli arshi yawmal qiyamati. Rostgo'y savdogar qiyomat qoyim bo'lganda arshning soyasidan joy olar ekan. Qiyomat qoyim bo'lganda azizlar bir tangachalik soyaga muhtoj bo'lib ketamiz. Quyosh ikki nayza kelib turgan bir holatda qani endi ozgina bir soya bo'lsa-yu rohat topsa. Mana shunday paytda Allohning arshini soyasidan boshqa soya bo'lmas ekan. Allohning arshini soyasidan joy olish imkoniyatini rostgo'y savdogarga va'da qilindi. Yana bir hadisda Imom Termiziydan rivoyat qilingan sahih hadisda Rasulimiz alayhi salatu vasallam at-tajiru saduqul amin, omonatdor, rostgo'y savdogar qiyomatda nabiylar, shuhadolar va siddiqlar bilan birga bo'ladi deb aytdilar. Aziz savdogar akalarimiz, ukalarimiz, birodarlarimiz, qiyomatda Allohning arshini soyasidan joy olishni xohlaysizmi? Qiyomatda siddiqlar, anbiyolar, shahidlar bilan birga bo'lishni xohlaysizmi? Alloh sizga bu imkoniyatni beribdi, sizga ilhom beribdi, imkoniyat yaratib savdogar qilibdi. Agar siz o'sha aytgan at-tajiru saduqul amin sifatidagi savdogar bo'lsangiz, mana shu imkoniyatni bu dunyoda o'zida topib olasiz. Arshning soyasidan joy olish, siddiqlar va anbiyolar va shuhadolar bilan birga bo'lish imkoniyati rostgo'y, omonatdor savdogarda bo'ladi. Rostgo'y, omonatdor savdogar kim? U eng birinchi rostgo'y bo'ladi, yolg'on gapirmaydi. Hech narsada yolg'on gapirmaydi. Na savdosida, na boshqasida. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam boshqa bir hadislarda aytadilarki, as-sidq yahdi ilal bir val bir yahdi ilal jannah deydilar. Rostgo'ylik insonlarni birga, yaxshilikka yetaklaydi, bir esa jannatga yetaklaydi deb aytadilar. Val kizib, yolg'onchilik esa yahdi ilal fujur, fujurga yetaklaydi. Fujur yahdi ilal nar, ammo fujur esa do'zaxga yetaklaydi. Shuning uchun rostgo'ylik eng birinchi o'rinda turish kerak savdogarda. Hech ham yolg'on gapirmaslik kerak. Yolg'on savdo qilmasligi kerak. Bor narsani aytishlik kerak. Savdogarlik Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan bizga meros. U zot savdogar bo'lganlar, tojir bo'lganlar. Ham o'zlari hayot davrlarida qo'y boqib, cho'ponlik qilib chorva bilan shug'ullanganlar payg'ambarlikdan avval. Ana bundan keyin hammamizga ma'lumki, Hadicha onamizning karvonlariga boshliq bo'lib, Shom-i Sharifga karvon olib borib savdogarchilik qilganlar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam bilan savdoda birga bo'lgan Maysara ismli qul u zoti bobarakotni hali payg'ambar bo'lmasdan turib ham savdoda yolg'on aralashtirmasdan haqiqat ila savdo qilganini aytib o'tadi. Yolg'on gapirmasdan, halollik bilan qo'rqib Allohdan mana shunday savdo qilishlik payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning bizlarga ta'limoti azizlar.